Alhamdulillah mana haligi vahima bo'layotgan 2 oydan beri qon vahimada, yerini vahimada bo'lib turgan qo'yimiz mana bugun ertalab tug'ib qo'ygan ekan. Bitta bolasini mana o'ziga o'xshagan qashqa. O'sha mana bu turishga harakat qilyapti bolasi. Bola ancha katta ekan. Mana hozir ko'rinsa bilaman. Bola ancha yirik, o'ziga o'xshagan. Lekin qorni juda ham yerga yaqinlashib osilib, yelini ham yerga tegadi emas bo'lib turib qo'ydi. Xudo xolasa bolasini yalab quritib olsa, taroziga tortib sizlar bilan o'rtoqlashib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Like pastga bosib turinglar. Ilohim hammani choralariga Alloh xayr baraka bersin. O'sha 5-6 kun burun internetga qo'ygan qo'yimiz mana ko'ringlar. Bugun ertalab bomdodga yaqin tug'ib qo'yibdi o'zi. Shuni sizlar bilan tortib ko'ramiz. Qani necha kilo tug'ildi ekan? Qo'chqorcha tug'ibdi. Necha kilo tug'ildi ekan? Qanaqa nima holatda? Onasi bitta tug'ibdi. Bu qo'zimiz tug'ilganiga где-то bir 2 soat, 2,5 soatlar bo'lib qoldi. Hozir turib, o'sha yurishni boshladi qo'shib, sizlar bilan tortib ko'ramiz. Qo'yimizning holatlari yaxshi, lekin yerilari juda ham yerga osilib ketgan. Buni ko'pchilik egiz tug'adi degan ekan. Egizmi bittami? Alhamdulillah sog' salomat tug'yapti. Bizga asosan shunisi kerak. Hozir bolakasini sizlar bilan tortib ko'ramiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, qo'zimiz 6 kiloyu 380 gramm tug'ilibdi. Bundan где-то bir Ramazon oyida tug'ilgan, qo'chqorchamizdan ham vес og'irroq. Ramazonda tug'ilgan qo'zimiz 6 kiloyu 8 gramm edi. Bunisi mana 6 kiloyu 380 gramm ekan. 300 grammga undan ko'proq ekan. Lekin qo'zimiz yaxshi, yirik, ancha katta tug'ilgan, alhamdulillah. Sog' salomat onasi o'zi tug'ib olibdi. Mana holatlari. Yaxshi qo'zimiz, Xudoga shukr. Ilohim kommentariyada bizni ko'rib, qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib turganlarga, o'zlarining fikrlarini bildirgan hamma yurtdoshlarimizga alohida o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ilohim hammani choralariga Alloh xayr baraka bersin.